Mijozlar G1 brendidan tank telefonimizni zo'rdan kelgan. 3 xil rangda gold, qora, grey rangi bor. Bitta telefonimizning o'zida ko'p funksiyasi bor. Ikkita sim karta o'qiydi, katta ekran, 2000 ampere batareyka, power bank funksiyasi bor. Bu yoqda ikkita kuchli fonar. Bu tomonda radio uchun ovoz ko'tarib tushiradigan, mana bu antenna radio uchun, bu yoqda svita muzika chirog'i va fonar uchun knopka mana. Va orqa tomonda radio qilib ishlangan mana korpusda ikkita kuchli kolonkasi bor. Ovozlari tiniq va baland chiqadi. Bu yoqda radioning funksiyalari mana o'tkazadigan, o'qitadigan pauza funksiyasi bor, imperativ va bu yoqda mana bu radioda chiqqan muzikani zapis qilsa bo'ladi. Albatta, fleshga qo'yib. Hozir telefonimizni yoqib ko'rsatamiz. Telefonimiz og'ir, juda ham yaxshi ishlangan. Hurmatli mijozlar, telefonimizni yoqib oldik. Audio player. Messages, contact, message, calls, organizer. Menusini gapiradigan qilsa ham bo'ladi, o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Ichkaridan beri knopkalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'sh, bu tomonda mana fonar. Bu tomonda radio kolonka. Hozir radiosini qo'yib ko'rsatamiz sizlarga. Mana radiosi. Yana ovoz ko'taradi. Ovoz pasaytiradi. Malolda men bu yoqdan bemalol likopga qilsam bo'ladi. Orqasidan boshqarish mana. Qurbatchilarga bizdan salom ayting g'iybatchilarga. Sifati yaxshi, kimga kerak bo'lsa bemalol Uzun market orqali zakaz berib xarid qilishingiz